Siding bu nima? Siding bu fasadni material hisoblanadi. Siding 1950-yil AQSh bozorida ishlab chiqarilgan hisoblanadi. Hozirgi paytda butun dunyo bo'yicha sotilib kelmoqda. Siding boshqa fasad materiallaridan nimasi bilan farq qiladi? Siding boshqa materiallardan chidamkorligi bilan ajralib turadi. Siding quyoshdan, suvdan qo'rqmaydi va tashqi zarblarga, mexanik ta'sirlarga chidamkor material hisoblanadi. Jockey kompaniyasida sidingning qanaqa dizayn turlari bor? Jockey kompaniyasida keng dizaynerskiy assortimenti bor. Однотонный siding hamda tosh va yog'och elementlar ishlatilgan sidinglarimiz ham bor. Deformatsiya va rangni saqlab qolish uchun qanday kafolatlar beriladi? Jockey kompaniyamiz siding turiga qarab rangi, turishiga 5 yildan 10 yilgacha garantiya beramiz. Deformatsiyaga 50 yilgacha garantiya beramiz. To'liq ma'lumot uchun bizga aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ldimi?